Dada nima qilyapsiz? Ha, siz urinib qolmang, o'qishdan kelib o'zim qilaman. Bolam. Sen harakat qilsam ozgina yozilaman. Sen o'qishingga boraver. Haligacha yana birga ham qilaveramiz. To'yingga mos qoldi. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Dada bitta duo qiling, men borib kelay. Amin. Nimaga niyat qilgan bo'lsang, niyatlaringga kim boradi? Alloh. To'xta. Qaynog'im menga telefon qildi. Hozir kelyapti ekan. Qanaqadir ishi bor ekan. Bor, tuzukroq ustovoshini kelib chiq. Ustovoshim bori shu. Ha, mayli. To'ydan keyin bunaqa ustovoshda yurmaysan. Shahardagi eng katta biznesmenning qizini olyapsan. Dada, uyga kirib turing. Ana kelib ketib olsin. Bu odam gap o'qimas ekanda. Hay. Menga qara. Hozir ana kelib qolsa, dadam demagin. Mardikor usta deb qo'yardim. Tushundingmi? Aka, bu nima deganingiz? Ana kelishdi. Assalomu alaykum. Keling aka, aytganingiz o'zimiz borardik, so'rash. Assalomu alaykum. Gapni qisqa qilaman. To'y bo'lmaydi. Boy aka, men nimaga nima deyapsiz? Uyda remont qildiryapsizlarmi? Ha, boy aka, bozordan mardikor olib keldik. Aka, bu nima deganingiz? San jim tur. Usta ham yomon sekin ishlar ekan. Haydab yoshroqlarni olib kelaman. Bo'ldi qiling aka. Bu odam usta bas. Mana otam bo'ladimi? Ha? Otam deysizmi? Ha, biz otamiz bo'ladilar. Biz shunaqa oddiy insonmiz. Otamdan orqamayman. Otam bilan faxrlanaman. To'yga kelsa mayli, singlingizni bermasangiz bermang. Niyatim singlingizni Alloh yo'lida baxtli qilish ekan. Mayli, sog' bo'ling. Sandaqa ifloslarda yer ko'tarib yuribdi. O'z otasidan hasar qilaydigan. O'zi to'yda to'xtatmoqchi edim. Endi senimi faqat shu bolaga beraman. Ukangga aytib qo'y, oqpada. Nimaga niyat qilgan bo'lsang, niyatlaringga kim Niyatim singlingizni Alloh yo'lida baxtli qilish ekan. Ota-onam duosi o'q bo'ladi. Libbo'y narsani teshib o'tadi.